Salom Namangan. Birinchi qo'ldan gilam olmoqchi bo'lganlarga zo'r joy topib qo'ydim. Hozir tanishtiraman. Namangan shahrida joylashgan Samarqand gilam markazi. Bu yerdan qariyb 1000 turdagi gilamlarni topsa bo'ladi. 30 ga yaqin eng yirik ishlab chiqaruvchilarning brendlari bir joyda. Bu yerda 300 xildan ortiq to'yoni uchun maxsus gilamlar ham bor ekan. Didingiz hamda imkoniyatingizga qarab, nafaqat O'zbekiston, balki Eron va Turkiya gilamlarini ham xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, gilamni qayerga solmoqchi bo'lsangiz, o'lchash va solib berish xizmati ham bor. 200 xilga yaqin metrajli gilamlarimiz ham bor. 500 metrgacha ulamasdan solib beriladi. Azaldan gilamlar jahon bozori va uni atrofida sotilgan. Shuning uchun ham optim joyi shu yerda deyiladi. Birinchi qo'ldan olsangiz anchagina pulingizni tejaysiz. Demak, manzilni tushuntiraman. Lola yo'nalishi Qumqo'rg'on yo'liga yurganda jahon bozorini eshigini shundoqqina ro'parasida ikkinchi gilam do'koni, Samarqand gilamlari markazi.